Ushbu videoni ko'rayotgan bo'lsangiz, demak sizda quyidagicha muammolar mavjud. Birinchisi, reading comprehensioningiz past. Matnlarni o'qiysiz, lekin tushunmaysiz. Ikkinchisi, so'z boyligingiz yetarli emas, ya'ni yangi so'zlar yodlamoqchi bo'lasiz, lekin esingizda qolmaydi. Uchinchisi, writing va speakingdan g'oya kam. Savollarni o'qiysiz, lekin ideya kelmaydi. To'rtinchi muammongiz imtihonda vaqt yetmaydi, ayniqsa reading qismida. Matnni o'qiysiz, lekin savollarni o'qiy olmay qolasiz. Beshinchi muammongiz ingliz tilidan qo'rqasiz. Gapirmoqchi bo'lasiz, lekin gapira olmaysiz. Ushbu aytgan barcha muammomga yagona yechim mavjud. Ha, yagona yechim mavjud. Assalomu alaykum, sizlar bilan Ilhom Muratovich. IELTS balim 8, 5 yildan ortiq IELTS o'qitganman va 1000 dan ortiq o'quvchilarga 7+ olib berganmiz. Hamda O'zbekistondagi yagona bo'lgan intellektual bilim ulashuvchi Articles 365 loyihasi asoschisi bo'laman. Va bugungi videomizda sizlarga aytib o'tgan barcha muammomizga yagona yechim beramiz, ya'ni artikl o'qish. Bugun biz sizlar bilan artikl o'qishni 5 ta qadamini ko'rib chiqamiz. Demak, boshladik. Artikl o'qishni dastlabki va birinchi qadami shunchaki o'qish. Ha, shunchaki o'qiysiz. Read once to understand. Ya'ni siz maqolani olasiz, tinch bo'lgan joyda o'tirasiz, miyangizni yig'ib turib, diqqatni qaratib, shunchaki artiklni ko'rib chiqasiz. Va bu artiklni ko'rib chiqqandan keyin umumiy ma'nosini tushunishga harakat qilasiz va lekin birinchi o'qishda hech qanaqa so'zlarni tarjima qilmaysiz. Yangi chiqqan so'zlar bo'lsa, uni kontekstdan ma'nosini o'ylab ko'rasiz. Demak, sizlar bilan gapda ko'rib chiqamiz. Despite the setback, the team remain resilient. O'ylaylik, siz bu gapda resilient degan so'zni bilmaysiz, lekin despite ni grammatikasini bilasiz. Ikkita bog'lovchi bo'lib kelyapti. Bir tomoni ijobiy, bir tomoni negativ bo'lishi kerak. Bu tomonda despite the setback deyapti, ya'ni bir tomonda negativda kelyapti. Ikkinchi tomonni bilasiz, endi ijobiy gap bo'lishini. Shu kontekstda resilient degan so'zni ijobiy so'zligini taxmin qilib ko'rasiz. Demak, birinchi qadamda shunchaki maqolani o'qib, tarjima qilmadik, umumiy tushunib oldik. Va ikkinchi qadam so'zlarni yozish. Ikkinchi qadamda endi maqolani o'qiysiz, maqolani o'qish davomida yangi chiqqan so'zlarni har bittasini yozib olasiz, so'zni o'zini, definitionni hamda o'sha gapdagi example yozib qo'yasiz. Ularni yaxshilab yodlaysiz hammasini. Yodlab bo'lgandan keyin qadamga o'tishimiz mumkin. Lekin aynan shu ikkinchi qadamni o'zi sizda ancha-muncha vaqtni olib qo'yadi. Va misol uchun gapda boyagi so'zimizda resilient so'zini bilmadik. Qanday yozamiz? Resilient yozamiz, definition yozamiz. Able to recover quickly from difficulties deyapti. Hamda gapni yozib qo'yamiz. Bu nimaga kerak bizga? Bu so'zimizni eslab qolishga ancha oson bo'ladi. Ham ma'nosini yozyapsiz, ham shu bilan birga example yozyapsiz va endi sizning so'z example bilan esda qoldi. Va bu usulda so'zlarni yodlash boya ko'rib chiqqan muammomiz, ya'ni so'zlarni esda qolmaslik muammosi sizga yechim bo'lishi mumkin. 3-marta o'qishimizda endi just read degan nomlanadi, ya'ni maza qilib o'qish. 3-marta o'qishda siz endi birinchi hamda 3-o'qishingizdagi farqni sezasiz, chunki birinchi martada so'zlarni bilmasdingiz, ikkinchisida so'zlarni tarjima qilib yodladingiz va endi uchinchisida siz 90% ma'lumotni tushuna olishingiz kerak va shunchaki o'qib maza qilasiz, o'zingizda bo'lgan o'sishni ko'rasiz. Va yodlagan so'zlaringizni ham bitta eslab olasiz. Qani esingizda bormikan, yo'qmikan? Esingizda yo'q bo'lsa, bitta qarab yodlab olishingiz mumkin bo'ladi. Va bizda 4-qadamga yetib keldik va bu juda ham muhim bo'lgan qadam. Endi nima qilasiz? 4-marta o'qishingizda matnni iloji boricha eslab qolishga urinib o'qiysiz. Nimaga? Chunki siz endi bu matnni o'qib bo'lgandan keyin gapirishingiz kerak bo'ladi. Xohlasangiz o'zingizga, xohlasangiz do'stingizga gapirish mumkin bo'ladi. Bu sizda qanday ko'nikmani oshiradi desangiz, imtihonda ma'lumotni o'qigandan keyin eslab qolishga sizga ko'nikma paydo bo'ladi. Va ikkinchi tomonda savollarni o'qiganda aynan o'sha matndagi ma'lumotni eslab javob berishingiz oson bo'ladi va bu sizga imtihonda vaqtdan yutishga imkon beradi. Shuning uchun 4-marta o'qishimizda biz ma'lumotlarni eslab qolishga urinib o'qiymiz hamda uni gapirib beramiz. Xohlasangiz o'zingizga, xohlasangiz do'stingizga gapirishingiz mumkin bo'ladi. Bizda endi 5-qadam tez o'qish. Ha, xuddi shunday, xuddi o'sha eski maktab vaqtlaridagi kitobni ochib qo'yib, vaqtni qo'yib qanday tez o'qisangiz, buni ham xuddi shunaqasi o'qishingiz kerak bo'ladi. Matnni oldingiz, birinchi marta o'qiganingizda o'qidingiz, so'zlarni tarjima qildingiz, qayta o'qidingiz va gapirib berdingiz. Endi tez o'qiysiz. Bu nimaga yaxshi? Bu sizni reading comprehensioningizni oshirib, shu bilan birga boyagi vaqt muammosiga ham yechim bo'lishi mumkin. Birinchi marta o'qib ko'rdingiz, qanchadir ham vaqt ketdi. Endi ikkinchi marta o'qishda iloji boricha bundan kamroq vaqtda o'qishga harakat qiling. Sizlar bilan 5 ta qadamni ham ko'rishdik.
keling endi hammasi bitta eslab olamiz. Demak, bizda birinchi qadam bo'lyapti, shunchaki o'qish, tushunasiz, so'zlarni taxmin qilasiz. Ikkinchi qadam bo'lyapti, so'zlarni yozib yodlash. Ikkinchi marta o'qishda yozyapsiz, so'zlarni definition bilan birga, example'lar bilan birga va yodlayapsiz. Va uchinchi qadam bo'lyapti, mazza qilib o'qish. Endi o'zingizdagi o'sishni ko'rasiz. Birinchi marta qanday o'qidingiz, qanday tushundingiz, va uchinchi marta qanday o'qidingiz, qanday tushundingiz. To'rtinchi qadam bo'lyapti, gapirib berish. O'qib, ma'lumotlarni eslab qolishga urinasiz va gapirib berasiz. Va so'nggi qadam bo'lyapti, tez o'qish. Butun ma'lumotni, butun tekstni vaqtga qo'yib iloji boricha tezroq o'qishga harakat qilasiz va ushbu qadamlar bilan qilsangiz, sizga aytib o'tgan barcha muammoyimga yechim bo'la oladi. Demak, mana endi siz maqolani qanday qilib to'g'ri o'qishni bilib oldingiz va sizda yana bir muammo bo'lishi mumkin. Bu to'g'ri maqola topish. Sizda bo'layotgan bo'lishi mumkin zerikish, ya'ni oq-qora maqolani o'qib zerikkansiz. Yoki maqolani o'qib, umuman IELTSga ham, TOEFLga ham keraksiz bo'lgan ma'lumot yig'ib olgansiz. Hamda yaxshi ma'lumot, yaxshi artikl topaman deb o'z vaqtingizni isrof qilayotgan bo'lishingiz mumkin. Biz o'z jamoamiz bilan birga aynan sizga foydali bo'lgan 365 jurnalni ishlab chiqqanmiz. Bu jurnalda har oy yangi soni chiqadi va har oyda ichidagi maqola almashadi. Bu jurnalimizda ichida 30 ta maqola bo'lib, o'zingizga yoqqan mavzuni topa olasiz. Ular bo'lishi mumkin psixologiya, sport, sayohat, IT, aloqalar, munosabatlar, o'zingizga qiziq bo'lgan mavzuni topishingiz aniq. Va bu kitob sizga qanday foyda beradi desangiz, birinchi o'rinda bu kitobni kimlar olish kerak o'zi? IELTS hamda multi-levelga tayyorlanayotganlar albatta olish kerak. Chunki sizni reading comprehensioningizni oshirib berishi aniq. 30 kun davomida berilgan barcha maqolani o'qisangiz, albatta ballingiz oshadi. Undan tashqari, vocabulary hamda grammatikangizni C1 darajaga olib chiqadi. Chunki ichidagi artikellar native til tomonidan yozilgan bo'lib, haqiqiy qo'lli olish usulini ko'rasiz. Writing va speakingda g'oya yo'q degan muammoga yechim olasiz bu kitobdan. Har bitta maqola IELTS va multi-leveldan topikka o'xshagan mavzuda olinganligi uchun ichidagi maqolani o'qib, aynan imtihondagi savollarga ideya olasiz. Va eng muhim bo'lgan qismi, siz global inson bo'la olasiz. Bu kitobni o'qib chiqqanlar dunyoqarashi keng bo'lishi aniq. Misol uchun bitta o'quvchimiz yozyapti bizga, aynan ushbu kitobni o'qishdan oldin reading ballari 6,5 ekanlar va bu kitobni 3 oy davomida olib, 3 oy davomida biz aytgan usulda o'qigandan keyin reading ballari 8,5 bo'libdilar va umumiy imtihondagi ballar 7,5 bo'libdi. Yoki navbatdagi o'quvchimiz, Javlon degan o'quvchimiz bu kitobdan oldin reading ballari 5,5 ekanlar va imtihonda 7 chiqibdi ekanlar va bu kitobni 2 oy davomida o'qibdi ekanlar. Agarda siz ham aynan IELTS yoki multi-levelda ma'lum bir balda qotib qolgan bo'lsangiz, misol uchun IELTSda 5 bo'lishi mumkin, 5,5 bo'lishi mumkin. Bu kitobni o'qib chiqqandan keyin sizdan faqat reading ballingiz, balkim umumiy ballingiz ham oshadi. Ushbu kitobimizning narxi 125 ming so'm va sizda savol tug'iladi. Buni qayerdan olamiz? Telegramga kirasiz va izlaysiz. Articles past chiziqcha 365 chiziqcha bot. Onlayn do'konimizga o'tib, start tugmasini bosib, ism familiyangizni qoldirasiz. O'zingizga kerak bo'lgan kitobni tanlaysiz va o'shandan keyin ismingiz, nomeringiz, manzilingizni kiritasiz. Va aynan ushbu videoni ko'rayotganlar uchun bizning maxsus promo kodimiz bor. YouTube 99 deb yozsangiz, bu kitob bizni 125 ming so'm emas, bor yo'g'i 99 ming so'mga olishingiz mumkin bo'ladi. Ishonchim komilki, ushbu kitobni o'qigan har bitta o'quvchi o'z ballini 1 balldan to 2 ballgacha oshirishi mumkin bo'ladi. Inson o'zgarish uchun eng yaxshi vaqt kecha edi va ikkinchi imkoniyat esa bugun. Ertadan emas, bugundan boshlang. Videomiz sizga yoqqan bo'lsa, like va komment yozib, IELTS yoki multi-levelga tayyorlanayotgan og'ayningiz yoki do'stingiz bo'lsa, albatta jo'natib qo'ying. Sizlar bilan Ilhom Ratovich, nasib bo'lsa keyingi videomizda ko'rishamiz.